Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchamizga ma'lumki, bugun 22-dekabr betakror ovoz sohibi, noyob iste'dod egasi, Xorazm qo'shiqchilik san'atidan yetishib chiqib, o'zbek qo'shiqchilik san'atiga salmoqli hissa qo'shgan. Qolaversa, san'at olamida o'zidan katta bir maktab qoldirib ketgan ulug' ustoz, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori Otajon Xudoshukurov vafot etgan kun. Bugun biz jamoamiz bilan, qolaversa, uning shogirdlari, zamondoshlari, O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'limi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi maqom ansambli ustoz qabrini ziyorat qilib, uni atroflarini obodonlashtirishda faol ishtirok etyapmiz. Hurmatli do'stlar, o'rni kelganda ta'kidlab o'tish joizki, bu dunyoda inson aziz, xotira esa muqaddas. Bu dunyoda o'tganlarni, ularni eslash, ularni xotiralash bizlar uchun ham qarz, ham farz. Ilohim ulug' ustozni joylari jannatda bo'lsin. Yazılışlar renk olarak. Doğaçtan bir hava biraz. Jamil. Bugün gece çiğde çıktım biz zaman bunların maşinlerinde kapram oturup bunların maşin şanmadı.